Her kişi 30'dan aşkandan keyin jiq xo'shalikqa qolmaydi ekan. İşten tushdim. Sıkmasıdığa nasip kelay. Mishe kirib ye. Ustam teshma. Mana shu sizning yerlik samar sho'rpisini yeydim. Chiqib ye. Mishe o'ltiray. Kızık çaydım benimkili. Qo'saq saat ichkatda yangi bosib yuribdi. Sözler. Yumuşak ha. Sizning atrofingizda undaq o'rin, hech ishni yaxshi qila olmay doim og'rinadigan odam bormi? Meningcha, nurg'un kishilar amalsiz beshini chayqishi mumkin. Chunki bundaq odamlar oz emas. Xo'sh. Do'fu pemib qo'ygan. Ularning hayoti qorong'u bulutga o'xshaydi. Hamisha salbiy kayfiyatni tarqatadi. Har kuni yo safod yetib bekor yuradi, yo tirishchilik ko'rsatishga tegishli har qanday ishdan o'zini qochirdi. Xizmatda ozroqla qiyinchilikqa uchrasa, har doim ordim deb turib oldi. Yaxshi qilolmaganda hamisha har xil bahonalar tepib, mas'uliyatni tashqi omilga do'ngab qo'ydi. Lekin o'zining yetarli tirishmaganligini ustiga olmaydi. Turmushmi qalayimqon, uy ishchi radsiz, turmush qonuniyatsiz bo'lsa-mu, Lekin hamisha taqdirning adolatsizligidan, o'ziga yaxshi fursat bermaligidan og'rindi. Xo'sh. Ma to'xogo shunday bilan kechmi? Ochib. biz birlikda o'g'irlik va org'inishdan yiroq turib, aktiv olg'a intilish pozitsiyasi bilan turmushdagi xislarni kutib, texmi yaxshi o'zimizga aylanaylik. Siz bundoq odamga qanday qaraysiz? İmkansız rayonga bo'sh qilib olgan qarshingizni qoldirib qo'ying. Xo'sh. 30 yoshdan oshgan ayollarni qo'sha olaman. Yana bir xo'shalik kuni o'tdi. At ishdan tushgan ko'rishaylik.